Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana Xudo xolasa yangi obyektimiz ham Xudo xolasa bitkazish jarayoni. Ko'rib turganlaringdek 18,5 ga 16,5 bo'ldi bu joy. Bu tomoni bir sikatli Xudo xolasa. Kemalarimiz orasi 1,25 dan, shadalarimizniki 70 santimetrdan bo'ldi. Mana shoti loy bosiladigan holatga tayyor. Ha, Xudo xolasa ichki tomon ko'rinishlari lekin lombos qilinadi bemalol. Hozir tepa tomondan ko'rinishlarni olib beramiz. Tepa tomondan ko'rinishi ustalarni olyapti. Kimga mana joylar bo'lsa, obyektlar bo'lsa, pastki nomerlarga murojaat qilasizlar. 88 kodi bilan 338 1595, 93 kodi bilan 805 1595 nomerlarga murojaat qilasizlar. Ishlarimiz bespostretniy. Xudo xolasa aloqaga chiqib olasizlar. Mana. Holatga tayyor Xudo xolasa. Yonbosh tomonlardan ko'rinishi Xudo xolasa tomimiz. Bu tomoni bir sikat, mablag' yetmaganligi uchun keyingiga bo'lmagan bo'ldi. Nari tomoni ikki sikat. Xudo xolasa bemalol murojaat qilasizlar. Chiroyli holatda bitkazib beramiz. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Kvadratlarimiz Xudo xolasa hozirda 180 mingdan boshlab 250 mingga to'g'ri bo'lyapti. Agar buni ko'tarmaydi, bu qilinadigan ishonmaydigan akalarimizga через notarius ham qilib beraveramiz. Notarius orqali talabga javob beriladigan holatida bemalol murojaat qilaveringlar. Sog' bo'linglar, rahmat.